23-mart uy bozoriga kelganmiz. Arzon variantlar ko'rsatamiz. Past egalarni bilan telefon qo'rasizlar. Qahramon parvozda 3 sotiq yangi korobka holatdagi to'rxonali kvartira bor ekan. Narxi 90 ming dedingiz, 85 mingiz tushirib qo'ydik. Kadastrlar joyidami? Hammasi o'zim nomimda joyida. Kelib bemalol ko'rishingiz mumkin. Qahramon postdan taxminan necha kilometr? 4 kilometr kirasiz. Katta ko'chadan ichkariga qancha kirlar? 20 ta yuk kirlar ichkariga. Taxmin 200 metr kirlar ekan. Hujjatlar hammasi joyida. Joyida. Bo'sh joylari bor, bo'sh joylari bor. Hovlining etaklari bo'm-bo'sh. Bu nomer o'zingiznikimi? Ha, o'zim. 14 Pakurok Chilonzorda 70 kvadrat, 3 xona 4-4, 2 ga 6 balkon. Remont qanday aka? Sredniy o'rtacha. Hujjatlar joyida-ya? Hujjatlari joyida. Bektemir kola zavodi yonidan 6 sotiq 7 xona uglovoyda ekan. 1 sotiqqa 20 ming so'rayapti ekanlar. Mana 2183 egalar nomeri. Aka hujjatlar joyida hammasi? Hammasi joyida. Avtobuslar yuradi, yuradi. Asfalt ko'cha, asfalt qilingan. Qachon qurgansiz? 10 yil bo'lib qoldi. Ular bor, 3 ta bor. Hujjatlar toza-ya? Hammasi toza. Sergeli yarmarka yonida, Spotning 7-chida. 4 xona 8-etaj, 90 kvadrat ekan, bankskiy dom. Bu Novostroyka aka? Novostroyka dom. Aha. 9 tashkal dom. Hujjatlar joyida. Kadastri bor. Joyida, kadastr hech kim yo'q, propisiya hech kim yo'q. Aha. Remont qanday aka? Remont toza, qurollangan uy. Pastda nomer o'zingizniki, a? Pastda nomer o'zimizniki. Narx bo'ladigan narxni necha pul deyapsiz? Oxir okончательно 75 bo'lsa berib yuboraman. 75 bo'lsa ber. Rasm tashab bersiz, tashab berasiz, a? Tashab beraman, video syomkalar bor, tashab beraman. Bo'ldi aka, mana bozoringiz bersin. 2 xona 52 kvadrat Yakkasaroy Qonko'ch markazining yonida. Pastda egalar nomeri bo'ladi, Shotorestaveli ko'chasida. Remont qanday aka? Remont yo'q, remont. Aha. Xonalar alohida? Xonalari alohida. Aha. Mebellari bor. Tualet dushi qanday alohidami? Tualet dush bitta. Balkon necha? 2 ga 6 balkon. Balkon 2 ga 6. 60 ming so'raganda arzon narxda chiqarsizlar, 59500 ga berib yuborganlar. Egalarning nomeri sразу kalt berib yuborasiz, notar so'zda. Tayyor aka. Bu Yakkasaroy rayoni uchun 52 kvadratli uchun juda arzon narxda insof bilan so'rayapti ekanlar. Shuning uchun reklama qilyapsiz. Aka, bozoringiz bersin. Rahmat. Sergeli 5-metro bekat yonida 1 xona 2 xona qilingan 3-etaj 7-etajli Novostroyka domdan. Shunaqa. Orientir nima edi? Orientir 5-bekat, yagona darchaning tepasi. Tepasida. Kvadrati? Kvadrat 39-40. 39 mi 40 mi? 40 ta 40 kvadrat. Aha. Bo'ladigan joyi narxi 40500 ga berib yuborganlar. 40500. Metroga yaqin joyda mana yagona darcha yangi hayotning tepasi. Yaxshi holat ekan. Remont qachon bo'lgan aka? Remontiga uzoq 2 yil bo'ldi. Shunday oila kirib yashaydi. O'zim uyim. Kirib yashasa bo'ladi. 1 xona 2 xona qilingan. 1 xona 2 xona qilingan. Bemalol yashasa bo'ladi. Metro shunday yonida. Metro chiqsa uzoq 50 metr. 50 metr. Masofasi. Bu nomer o'zingizniki? Bu nomer o'zimniki. Hujjatlar hammasi joyida. Hujjatlar joyida. Mana bozoringiz bersin aka. Rahmat. Zangata Erkin postdan ipodromni, ya'ni Samarqand ketishda 3 kilometrga chap qo'lda, o'ng qo'lda? O'ng qo'lda, yong'oq kafening orqasi. Uy qachon qurilgan aka? 2017. 2017 bo'lgan. 6 sotiq 5 xona 162 kvadrat. Gaz, suv, svetlari Zo'r. zo'r. O'zingizniki-a? O'zimniki. Mana 40 egalari chiqib urasizlar. Yong'oq mahallasi. Rasm videosini tashib berasiz-a? Tashab beraman. Narxi 100 ming deyilsa, arzon narxdan nomidan chiqsalar 85 mingga berib yuborganlar aka. To'g'rimi aka? To'g'ri. Mana bozoringiz bersin. Qumariqda 13 sotiqli 5 xonali yer bor. Bu birinchisi, ikkinchisi 3 sotiq yeri bor. Pastda egalarning nomeri. Amaki hujjat hammasi joyida-a? Hammasi joyida. Kadastrlar joyida. Kadastrlar joyida. Narxini necha pul qilib beryapsiz? 13 sotiqdan. 13 sotiqni 22 ming. Dan sotiqi 22 mingdan. 22 ming. 3 sotiqli. Tagidagi 3 sotiqligi 30 ming. Betongagacha necha metr? Necha 1 kilometr? ming 3 sotiqligi 1200 metr. 1000 metr ham bo'lishi mumkin. Ya'ni 1 kilometr. 1 kilometr. Tepadagisi? Tepadagisi 1300 boshlanadi. 1.3 kilometr ekan. Tepadagi 1.3 kilometr, pastdagi 1 kilometr plus minus. Pastda egalarning nomeri bo'lib chiqadi, kelishtirib berasiz. Mayli, charchamang. Bozoringiz bersin aka. Chilonzor 20-kvartal 3 xona, 72 kvadrat, fransuskiy planirovka, 1 ga 7 balkon. Pastda chiqaverasizlar nomerga. 70 ming edi, arzon narxda kanalda uni chiqsangiz 68 mingga berib yuboryapti. Remont qanday aka? Yaxshi remont. Qachon qilingan? Ya, 1 yillardan oshgan, 1 yildan bo'lganda. Shuni kirib yashayveradi. Ha, Kalt sraz berasiz notarisda. Sraz beriladi. Bu Elonat masjidiga yaqinroq joyda. Yaqin. Yana orientir bering. Ana koreyskiy zdaniyadan shunday kirib borganda 9 etajlik dom. 3-etajda. 3-etaj. Fransuskiy planirovka. Fransuskiy planirovka. Lift yangi. Yangi lift qo'yilgan ekan. Bo'lishi 68 mingga berib yuboramiz. 68 mingga berib yuboramiz. Bo'ldi aka, barakasini bersin.